أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي Bakara suresi tefsiri 125. ayetin 128. ayetinin ki ahirki kısmının tefsiri. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Bakara suresi 125. ayetin 128. ayet kiçi boğan yani ahirki bir kısmını okuyumuz inşallah. Ba'da auzu billahi mineşşeytanirracim. Kureyş'nin İbrahim aleyhisselam devirden uzun zamanlar ötkendan keyin Ka'bani yengilab salganlığı. Peygamber aleyhisselam 35 yaşga kirgen yili Qurayshlar Ka'bani qaytadan selishga kirishdi. Peygamber aleyhisselam ularga yordamlashib toshlarni to'shib berdi. Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar Muhammad aleyhisselamning tarjimahali degan kitobida mundaq deydi. Muhammad aleyhisselam 35 yaşga kirganda Qurayshliklar Ka'bani qayta yengilab selish uchun bir yerga yig'ildi. Ular Ka'bani buzishdan qo'rqatdi. Ka'ba shu vaqtda odam bo'yidan egizroq bo'lib, toshlardan qo'pirilgan edi. Ular uni texmo egiziltib, to'risini yepishni o'ylashgan edi. Chunki bir turkum kishilar Ka'baning o'ttirisidagi quduqning ichiga qo'yib qo'yilgan Ka'baning boyligini o'g'irlab ketgan edi. U boylik Xuzana qabilasidagi Malih ibn Amrning bolalarining qo'li Duvaykning qishidan tepildi. Malih ibn Amrning bolalarining qo'li Duvaykning qishidan tepildi. Shuning bilan uning qo'li kesildi. Kishilar uni boshqalar o'g'irlab Duvaykning yana qo'yib qo'ygan deb gumon qilishdi. Dengiz to'lqini Rum tijoratchilarining bir kemisini Jiddidagi qirg'oqqa elib kelib urgan edi. Kema pachaqlanib ketdi. Qurayshlar uning yog'ochlarini elib Ka'bani yepishga tayyorlandi. Shu vaqtda Mekkada yog'ochlikni bildigan Misrlik bir kishi bor edi. U ularga Ka'bani yepishda ko'ngildagidek ba'zi materiallarni tayyorlab berdi. Har kuni Ka'baga sovg'at qilingan narsa tashlanadigan quduqning ichidan bir yilon chiqib, Ka'baning temig'iga choplashib olib, kushildab turadi. Kishilar bu yilondan qo'rqdi. Chunki uning qishig'a birasi yiqilishgan hamon kushildab chiqish uchun og'zini ochadi. Bir kuni Alloh uningga bir qushni avatdi. U qush uni changallab elib ketdi. Ondan Qurayshliklar biz Alloh taolaning bizning qilmoqchi bo'lgan ishlarimizga rozi bo'lishini umid qilamiz. Bizda hunarvan va yog'och bor. Allah bizni yilonning vahimasidan xalos qildi deyishdi. Ular Ka'bani buzib etib, uni boshqadan selish uchun birlikka kelib yig'ildi. Abu Vahib ibn Amri ibn Aiz ibn Abdi ibn Imron ibn Mahzum degan kishi Ka'baning teshidan birini sug'urib elibdi. U tosh uning qo'lidan chachirab chiqib, o'zining asl o'rniga berib to'xtadi. Ondan Abu Vahib mundaq dedi.
Ey Quraysh jamoasi, Ka'bani silishqa ishlatadigan mollar haloldan bo'lsin. Uni silish uchun fahishidan, jazonidan kelgan va bir kishidan o'rinsiz elib olingan harom mol-mulk aralashib qolmasin. Ondan Qurayshliklar Ka'baning temini yasashni bölüşüp oldu. Ka'baning ishik tarafi Abdumannaf ve Zuhri'nin ballariga, Qaratash bilan Ruknil Yamanning arlıqı Mahzumning ballari ve ulağa qetilgan Quraysh qabilalariga. Ka'baning orqa tarafi Cemhi ve Sahmining ballariga. Hozirgi kunda Hatim deb atilgan odamning bo'yidan sal pakarroq tam qo'pirilib qo'yilgan maqomi İbrahim tarafdagi yer Abduddar ibn Qusay, Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ve Adi ibn Ka'b ibn Lu'aylaning ballariga tegdi. Kishilar uni buzishdan qo'rqdi. Ondan Valid ibn Mughira men sizlarga uni buzishni boshlab beray deb qo'liga summini ilib, ey Alloh, qo'rqitmag'in, ey Alloh, biz bu ishimizdan yaxshi ish qilishimizni xohlaymiz degach chiqishga boshladi. U Qaratoshning oraliqi bilan Ruknul Yamanning oraliqidan bir tarafni chaqdi. Kishilar shu kechini kutib o'tkazdi. Ular mundaq deydi: saqlab boqayli, agar biror ish yuz berib qolsa, biz uni chaqmay, hatto chaqqan yerini o'z o'rniga qaytarib asligidek qilib qo'yamiz. Agar biror ish yuz bermasa, Alloh taolo bizning qilmoqchi bo'lgan ishimizga rozi bo'libdi deymiz. Etsi Valid ishiga deganlar kirishib, uni chiqishga boshladi. Kishilar uning bilan birga chaqdi. Chiqish İbrahim alayhissalom qo'ygan tamning ulig'i borganda bir-biriga tishtek giralishib ketgan yeşil bir toshga yetdi. İbn İshaq mundaq deydi: bu so'zni rivoyat qilgan kishilarning ichidan biri toshdan birini qo'mirib elish uchun ikki toshning oralig'iga temir qo'ziqdan birini qoqidi. U toshni shundoq midiriltishi hamon Mekkening hamma yeridan bir xil ovoz chiqib ketadi. Shuning bilan ular İbrahim alayhissalom qo'ygan tamning ulini qo'mirib etishdan to'xtab qoladi. Qaratoshni o'rniga qo'yishga aloqador talash tortish va payg'ambar alayhissalomning odil hukm qilishi. İbn İshaq mundaq deydi: Quraysh qabilalari Ka'bani silish uchun toshlarni to'pladi. Har bir qabila ayrim yerga to'pladi. Ondan Ka'bani silishni boshlab, Ka'ba bitib Hajril Aswadning o'rniga kelganda, Qaratoshni o'rniga qo'yishda hammasi biz o'rniga qo'yamiz deb talashdi. Ularning maslahati bir yerdan chiqmay urush chiqishga tas qoldi. Ondan Abduddarning ballari qon bilan to'ldirilgan qachidan birini elib kelib, o'zlari va Adi ibn Ka'b ibn Lu'aybning ballari qo'llarini qachidagi qonga tiqib turib, o'lib ketishga qasam ichishdi. Ular buni qonga qo'llarni tiqish yoki qonga qo'llarni yalatish deb ataydi. Qurayshliklar orasidagi bu talash tortish 4-5 kun davom qildi. Ular maslahat qilish uchun qayta haram masjidiga yig'ilishdi. Ba'zi kishilarning rivoyatida shu yili Abu Umayya ibn Mughira ibn Abdullah ibn Amr ibn Mahzum degan kishi Qurayshliklarning ichidagi yoshda eng cho'ngi deyiladi. U kishi: ey Quraysh jamoasi,
sizlar o'zaro talishib qolgan ishinglar uchun bu masjidning ishigidan birinchi bo'lib kirgan kishini oranglarda ayıradigan kishi qilib tayinlanglar deydi. Ular bu fikrga qo'shildi. Eshikdan birinchi bo'lib kirgan kishi payg'ambar alayhissalom edi. Ular uni ko'rib, bu ishonchli odam. Biz buning yo'l ko'rsatishiga rozi bo'lamiz. Bu Muhammad deyishib ketdi. Payg'ambar alayhissalom ularning yeniga borganda, ular uningga ishning tafsilotini aytdi. Payg'ambar alayhissalom: "Menga kiyimdan birini beringlar" deydi. Uningga bir kiyim berildi. U qora toshni o'z qo'li bilan ilib kiyimning ustiga qo'ydi. Ondan har bir qabila kiyimning bir tarafidan tutib, hammanglar biroqli ko'taringlar deydi. Ular shunday qilishdi. Ular toshni qo'yiladigan yergacha aparganda payg'ambar alayhissalom uni o'z qo'li bilan qo'ydi. Ondan ular uning ustini bitkizdi. Qurayshliklar payg'ambar alayhissalomni payg'ambar bo'lishdan burun ishonchli kishi deb ataydi. Ular Ka'bani o'zlari xohlagan holatda bitirib ishlarini tamomlab bo'ldi. Zubayr ibn Abdul Mutallib degan kishi Qurayshlarni qo'rqitib Ka'bani chaqtirmagan yilon to'g'risida she'r o'qigan edi. İbn Zubayrning Ka'bani payg'ambar alayhissalom xohlagandek selishi. İbn İshaq mundaq deydi. Ka'ba payg'ambar alayhissalomning zamonasida 18 gaz edi. U Misrda to'qilgan oq ranglik yupuq bilan yipilatdi. Uningdan keyin Hajjaj ibn Yusuf birinchi qitim uni yungdan to'qilgan yipak yopiq bilan yaptı. Ka'ba taki Hicriye'nin 60-yillari Abdullah ibn Zubayr zamanısının başlarında Yazid ibn Muaviye Abdullah ibn Zubayr'ni qorshog'iga ilib Mekke köyüp ketganga kadar Qurayshning salg'ini bo'yicha turgan edi. Abdullahni qorshog'iga olganda atgan o'qlar Ka'baga tushib ketib Ka'ba köyüp ketgan edi. Ka'ba köyüp ketganda Abdullah ibn Zubayr uni buzib etib İbrahim alayhissalom qo'ygan tomning ulidan boshlab qayta soldi. Ka'baning ichiga hozirgi Ka'ba bilan odam bo'yi egizligida so'qib qo'ygan tomning oraliqidagi yerni kirgizdi. Uningga yer bilan teng qilib sharq tarafda bir eshik, g'arb tarafda bir eshik qo'ydi. Abdullah ibn Zubayr mu'minlarning onasi Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhissalomning Ka'bani mushundaq silish haqidagi so'zini anglagan edi. U taki Hajjaj tarafidan o'ldirilganga qadar boshliq bo'lib turgan mezgilida Ka'ba shu bo'yicha turdi. U o'ldirilgandan keyin Hajjaj uni Abdumalik ibn Marvonning buyrug'i bilan aslidagi holati bo'yicha soldi. İmam Muslim o'zining kitobida Atoning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ka'ba Yazid ibn Muaviyaning zamonasida Shamliqlar uningga hujum qilganda ko'yib ketgan edi. Abdullah ibn Zubayr taki kishilar hajga kelganga qadar uni yasimay qo'yib qo'ydi. U kishilarning Shamliqlarga qarshi o'chmanligini qo'zg'ash uchun shunday qilgan edi. Kishilar hajga kelishga boshladi. U kishilarga: "Ey xaloyiq, sizlar menga Ka'ba to'g'risida bir maslahat ko'rsatinglar. Men uni buzib etib qaytadan salamdiman yoki tomlarining daz ketgan yerlarini tuzamdiman" dedi. İbn Abbas "Sen uning daz ketgan yerini tuzsangmi? Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelganda bor Ka'bani va toshlarni qo'yib qo'ygan" dedi. Abdullah ibn Zubayr: "Agar bir kishining uyi ko'yib ketgan bo'lsa, u kishi uni yengilamagicha rozi bo'lmaydi. Sizlarning Robbinglarning uyi ko'yib ketsa-chi?"
Men 3 kungacha Rabbimdan o ishning yaxshiligini tilayman. Ondan bir ishni qaror qilaman dedi. 3 kun o'tib ketgandan keyin u Ka'bani buzish qaroriga keldi. Hammaylar o'zining tunji buzg'ichi bo'lib qolishidan qo'rqib bosh tortdi. Bir kishi chiqib Ka'badan bir dona toshni elib etdi. Kishilar uni hech nima bo'lmaganligini ko'rib, orqadan uni buzishga boshladi. U ulug'icha buzib bo'ldi. Ve ulug'icha buzib bo'ldi. Abdullah Ka'baning tomlarini qo'pirib bo'lguncha Ka'bani yo'shirib tursin deb Ka'baning atrofiga to'riklarni bekitib lat tartib qo'ydi. İbn Zubayr men Ayşe radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim. Kishilarning kufrlikdan ajrag'anligiga, musulmon bo'lganligiga uzoq vaqt bo'lgan bo'lsa, mening yonimda Ka'bani salg'idek mol-mulk bo'lgan bo'lsa, Ka'ba qishidagi pakar tamdan Ka'baga 5 gaz qo'shib qo'yatdim. Uningga kishilarning kirishi uchun bir eshik, chiqishi uchun bir eshik qilgan bo'latdim. Men uningga ishlatadigan pulni topa olayman. Kishilardanmi qo'rqmayman. Ata mundaq deydi. Abdullah Ka'baning yonidagi yerdan 5 gazni Ka'baga qo'shib etdi. Qo'shib etgan 5 gaz yerning ulini kishilarning ko'z oldida ichib, bu ulning İbrahim alayhisalomning solgan ul ekanligini kishilarning tasdiqidan o'tkazib, tomni shu ulning ustiga soldi. Ka'baning egizligi aslida 18 gaz edi. Uni pakar ko'rdi. Ondan uning burunqi egizligiga 10 gaz qo'shib, uningga kiradigan bir eshik va chiqadigan bir eshik qo'ydi. Abdullah ibn Zubayr o'ltirilganda Hajjaj Ka'baning tomlarini, ya'ni Abdullah salgan bo'yicha qo'yib qo'yimizmi yoki aslidagidek qilamizmi degan masalada Abdul Malikka xat yozdi va uningga Abdullahning Ka'baning qurilishini Makkadagi odil kishilarning ko'z oldida shularning tasdiqini elib ondan salganligini bildirdi. Abdul Malik uningga yozgan xatida biz Abdullah ibn Zubayrning elib borgan buzg'unchiliklariga qo'shiladiganlardan emas. Uning uzunligiga qo'shib qo'yganini shu peti qoldirgan. Ka'baning yonidagi yerdan qo'shib qo'yganini o'z asliga qaytargan. Uning ochgan eshigini etib etgan dedi. Hajjaj Ka'baning yonini buzib, uni burunqi holatiga akeldi. Abdullah ibn Zubayr payg'ambar alayhissalomning sunnatini tutib Ka'bani cho'ngaytib salgan. Chunki u shundoq selishni payg'ambar alayhissalomning yaxshi ko'radiganligini Oyisha radhiyallohu anhadan anglagan edi. Lekin kishilar islomga yangidan kirganligi va ularning kufrlikdan ajrag'an vaqti uzun bo'lmaganligi uchun ba'zi kishilarning dillariga uni kengaytib selishning yoqmasligidan qo'rqib payg'ambar alayhissalom uni kengaytib salmagan edi. Ibn Zubayrning sunnatini tutganligini Abdul Malik ibn Marwan tushunmay qoldi. Imom Muslim bu haqda Abdullah ibn Ubaydaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Haris ibn Abdullah Abdul Malik ibn Marwanning boshliqlik davrida uning yeniga keldi. Abdul Malik uningga: "Men Abdullah ibn Zubayrning Oyisha radhiyallohu anhadan angladim degan hadisini uningdan anglamaganmikin deyman" dedi. Haris: "U anglagan, hatta menmu Oyisha radhiyallohu anhadan u hadisni anglagan edim" dedi. Abdul Malik: "Sen Oyishaning nima deganligini anglaganting? Sen Oyishaning nima deganligini anglaganting?" dedi.
Haris. Ayşe bizge mundaq degan edi. Payg'ambar alayhissalom menga sening odamlaring Ka'bani silishni qisqartib etdi. Agar ular kufrlikdan yengila ajırgan vaqt bo'lmaganida men ular salmay qo'yib qo'ygan yerni Ka'baga qo'shib etdim. Agar mendan keyingi odamlar Ka'bani qaytadan silib qolsa, ular salmay qo'yib qo'ygan yerni men sana ko'rsatib qo'yay. Bu yerga kelgin dedi-de 7 gaz yerini ko'rsatib qo'ydi. Yana bir rivoyatda Payg'ambar alayhissalom men uningga yer bilan teng sharq va g'arb tarafdan ikki eshikni bekitatdim degan. Payg'ambar alayhissalom yana mundaq deydi. Ey Ayşe, nima uchun odamlaringning Ka'baning eshigini egiz ko'tarib qo'yganligini bilamsan? Deganda men yo'q deb javob berdim deydi. Payg'ambar alayhissalom ular uningga o'zlarimiz xohlagan kishini kirgizamiz deb cho'ngchilik qilib uning eshigini ko'tarib qo'ydi. Agar bir kishi uningga o'zi kirmoqchi bo'lsa, ustiga chiqquncha ular uningga gap qilmaydi. U kirishga oz qolganda uni bir ittiratdi-da, u yiqilib ketadi dedi. Abdulmalik Haris'tin. Sen mush so'zni Ayşe radhiyallohu anhadan angladingmi deb so'radi. U ha deb javob berdi. Haris mundaq dedi. U hassisi bilan yerni 1 soatcha cho'qib turdi. Ondan uni Abdullah ibn Zubayrning salg'ini bo'yicha qo'yib qo'ygan bo'lsam bo'ptikan dedi. Qiyomat kuni yaqinlashganda Habeşiliklerinin Ka'bani buzib etadiganligi. Hadis kitaplarida Abu Hurayra radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ka'bani Habeşilik kichik inchga pochaqliq birisi buzdi degan İbn Abbas radhiyallohu anhuma Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men uni qoratanlik ish maymun deb o'ylayman. U Ka'baning toshlarini birdan ilib sug'urib etdi. İmam Ahmad Abdullah ibn Amr ibn As'ning mundaq deganligini rivoyat qildi. U men Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim deydi. Ka'bani Habeşilik inchki pochaqliq birisi buzdi. Uning zibu-zinnatlarini ilib, yopiqlarini ichib qo'ydi. U odam manxuddi taqirbash puti agirda ko'rinadi. U Ka'bani jo'to bilan urdi. Bu ish Yajuj Majujilar chiqib bo'lgandan keyin bo'ldi. Buning ulardan keyin bo'lish to'g'risida Imom Buxoriy Abu Sa'id Xudri radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ka'bada Yajuj Majujlar chiqib bo'lgandan keyinmi haj va umra qilindi. Ya'ni bu maxluqlar chiqib bo'lgandan keyin bir muddatgacha Ka'ba salomat turadigan bo'lib, kishilar hajga va umraga boradi. Buningdan bir muddat o'tganda yuqori deyilgan yiliq kishi Ka'bani yiqitib etadi. İbrahim alayhissalomning duosi. Alloh taolo İbrahim va İsmail alayhissalomlarning qilgan duosini hikoya qilib mundaq deydi. Robbimiz ikkimizni o'zingga itoatman qilgan. Bizning avlodlarimizdan o'zingga itoatman ummat chiqargan. Bizga hajjimizning qoidalarini bildirgin, tavbamizni qabul qilgan. Chunki sen tavbani nihoyat qabul qilg'uchisan, nihoyat mehribonsan. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Ular bu duolarda bizni sening buyrug'ingga bo'ysunadigan, sana qiladigan
amal ibodatda boshqa birisini sana shirik keltirmaydigan qilgin deb tilaydi. Alloh taolo Ibrohim alayhissalom bilan Ismoil alayhissalomning qilgan duosining Alloh taolodan bek qo'rqadigan mu'min bandalarning qilgan duosiga o'xshaydiganligini tövendeki oyatda bayon qildi. Ular: "Ey Robbimiz, bizga ayollarimiz va avlodlarimiz orqali shodlik beg'ishlashingni, ya'ni bizga sana itoatman farzand ato qilishingni tilaymiz. Bizni taqvodorlarning peshvosi, ya'ni taqvodorlarning namunasi, yaxshilikka da'vat qilg'uchi qilgin" deydi. Bir kishining Alloh taologa shirik keltirmay, o'z naslidan Alloh taologa ibodat qildigan bir farzandning chiqishini yaxshi ko'rishi, u kishining Alloh taologa ibodat qilishga to'liq muhabbati borligining ifodasidir. Shunga Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga mundaq degan edi: "Seni cho'qim kishilarga dinda peshvo qilaman." İbrahim alayhissalom Alloh taologa mundaq deydi: "Mening bir qism avlodimni peshvo qilsang" dedi. Alloh: "Mening peshvo qilish ahdamga zolimlar, ya'ni kofirlar erisholmaydi" dedi. Bu uning ma'u so'ziga o'xshaydi. Meni va mening avlodlarimni butlarga cho'qinishdan yiroq qilgin. İmam Muslim Abu Hurayradan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Odam bolasi o'lsa, ya'ni bir kishi o'lsa, u qilgan 3 ishdan boshqa barliq amal ibodatlari, ya'ni savoblari uzilib qoladi. Savob uzilib qolmaydigan 3 ish bo'lsa, to'xtamay davomlashadigan sadaqa, yo'l yasab qo'yganga yoki masjid yoki maktab silib qo'yganga o'xshash, yoki foydali bilim, ya'ni bir olim shogird chiqargan bo'lsa, uning shogirdi boshqalarga bilim o'rgatgan yoki kitoblar yozib qoldirgan bo'lsa, va yoki uningga duo qilib turadigan yaxshi bola tarbiyalab qo'yish qatorliqlardir." Haj qoidalari to'g'risida Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning ahvolini hikoya qilib mundaq deydi: "Bizga hajjimizning qoidalarini bildirgan." Said ibn Mansur bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Itob ibn Bashir bizga Husaybdan Mujohidning mundaq deganligini rivoyat qildi: "İbrahim alayhissalom Alloh taoladan bizga hajjimizning qoidalarini bildirgan" deb tiladi. Uning yeniga Jibril kelib, uni Ka'baning yeniga ilib keldi. Ondan uningga Ka'baning ulini salg'izdi. U Ka'baning boshqa yerlarini yuqorida so'zlab o'tgan bo'yicha qo'pirib puttirdi. Keyin Jibril uning qo'lini tutib Safa tog'iga ilib kelib, "Bu Alloh taologa ibodat qilishga belgilangan yerlardandir" dedi. Uni Marva tog'iga ilib kelib, "Bu Alloh taolo ibodat qilishga belgilangan yerlardir" dedi. Ondan yana uni Mina tog'iga ilib chiqdi. Aqaba, hozir shaytonga tosh otadigan yer degan yerga kelganda, shayton bir daraxtning yonida turadi. Jibril uningga takbir etib, shaytonga tosh otgin dedi. İbrahim "Allohu akbar" deb shaytonga tosh otdi. Shayton o'ttirdiki tosh otadigan yerga kelib turdi. Jibril bilan İbrahim uning qishidan o'tganda, Jibril uningga takbir etib shaytonga tosh otgin dedi. U Allohu akbar deb shaytonga tosh otdi. Shayton degan nijis u yerdan ketdi. U nijis hajning faoliyatlariga bir narsa kirgizmoqchi bo'lgan edi, kirgizolmadi. Ondan u İbrahimning qo'lini tutib Muzdalifaga ilib kelib, "Bu Alloh taolo ibodat qilishga belgilagan yerlardandir" dedi. Ondan yana uning qo'lidan tutib Arafat tog'iga ilib chiqib, "Bayotdan beri ko'rsatganlarimni bildingmi?" deb 3 qitim so'radi. İbrahim alayhissalom "Ha" deb javob berdi. Bu rivoyatni
boshqalarmi mushuning o'xshash rivoyat qildi. Alhamdulillah, Allohga shukrlar bo'lsin. Yuqorida Baqara surasi tafsirininki 125-oyatidan 128-oyatgacha bo'lgan oxirgi qismini o'qib tugatdi. Alloh shukrlar bo'lsin. Qolgan qismini keyin bitimda o'qishni davomlashtiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.